Aynı dakikalarda Şavat Dehqon bozoruna yetib geldik. Bir yandan Şavat banitsasının yanına gelasizlar. Bu tarafta doğru desa Şavat Dehqon bozorini arka darvozasi. Ko'pchilik inon shu tarafdan Dehqon bozori bor. Dehqon bozori uchun ham bir zo'r yangiliklar bor. Uni keyingi videoda qilamiz. Inomini biladigan bo'lsangizlar, Nur Cafe bor. Nur Cafe'ni yon boshida ko'rib turgan bo'lsangizlar, Sevarator shiriklari bor. Bilasizlar, hozirgi kunda yangi yil bayramlari ham yaqinlashib kelayotir. Shu munosabat bilan birgalikda har xil tortlar chiqib boshlaydi. Birovlar Buxon kanalini torta bo'yab chiqib boshlaydi bozorlara. Shuning uchun ishonchli bayram dasturxoningiz bo'ladimi, yo bo'lmasa do'lon gullaringiz bo'ladimi, kimnidir tabriklajak bo'lsangizlar, обязательно men sizlarga Sevarator shirinliklarini tavsiya qilaman. Bu yerda sviji tortlar chiqib turadi, har xil tortlar. Hozir ichkariga giramizdan sizlarga tortlarni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Ina bunda ko'ratan bo'lsangizlar, mana Sevarator shirinliklari katta banner shaklida albatta ko'rsatib qo'ydi. Telefon nomerlari ham bor. Telefon qiladigan bo'lsangizlar, dostavka xizmatlari ham bor ekan bu yerda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Javob yaxshimisiz, xorman? Bor bo'ling, yaxshi yuribsizlar. Tortlar talab yapsiz. Tortlar xudo xolasa yana. Zakasmi bular? Zakasniki. Hozir egalariga kelib ketadi. Xudo xolasa. Startda turadi, tayyor bo'lib turibdi. Bu nima tortlar bu? Ichi morojniy krem, ajoyib tumoq tortlar bularni. Morojniylar. Ichlari g'o'z, molakoli, hammasi sifatli o'tilgan, hamma qaymoqdan. Asosiy qaymoq ishimiz. Ya shanti krem, panti krem bizda yo'q. Yo'q, bilaman sizlar tortlardan avvaldan foydalanib kelyapman. O'zim tabriklar, do'lon gullarlar shu yerda olaman ko'pincha tortlar. Bilasizlar sizlar. Yana bu bayram uchun o'xshaydi-ku bu. Bayram tortlari. Kim aytadi, srochniy kelamilar, kelgandan tort tanlaydi, ustiga yozilgan gapini yozamiz, uzatamiz korobkasiga solib. Dostavka bor axring? Dostavka bor. Zakaz nelarcha bo'ladi dostavka? Dostavka xalaqayinda berib beramiz. Endi dostavka mesela modellari bor. Masalan, Shavatning ichida bo'lsa, besplatniy. Besplatniy. Yo'q, oraqroq bo'lsa, uzoqroq bo'lsa, 1228 ga telefonimiz yuborib beramiz. Ular ichida sразу pirojlarimiz ham bor. Xalasangiz listli, shtuchniy, yojiklar bayna, to'ylarga zo'rga turgan narsa hozir. Yana krasniy barxitdan nima bayna? Pirojniy. Turi ko'pmi mana? Turi ko'p. Hozir endi to'ylarimizni uzatdik. Hozir obedga kelsangiz ko'raradingiz. Oho, bu yandan ham bor ekan. Hamma zakatovka bilan turadi. Bu tortlarimiz yojik deb aytiladi. Bularga 1 gram ximikat qo'shilmaydi. Yani hozirda ya qadimgi nima bilasiz-ku, biskvitni. Домашний biskvit deyim bular ichi. Bizning obunachilari обязательно keladigan bo'lsangizlar, shunda ustiga bir salat qo'yib berasiz. Qo'yamiz. Kanalda adni aytib kelsangiz. Salut shamala ichida qo'yib beraman sizning uchun. Sviji tayyorlanib turibdi. Yan boshida o'zi tortchilari tayyorlab yotibdilar. Bu yanda jallan dostavka bilan shug'ullanib yetkazish bilan borang. Endi nomerlarimiz bor, 3 nomer. Telegram gruppamiz, Instagramdagi hamma shu nomerlar bilan ga. Telegram gruppangiz ham bor, ang? Uyda o'tiradi, Telegramdan telefon oladi. Ya rasmini tashlab beraman, shu tort tanlaydi. 1228 ga yuborib beramiz. Asa, ishlaringiz omad. Sog' bo'ling, xudo xolasa. Asa, yangi yilda bemalol keladilar, sviji hamma tortni tayyorlab bo'ladi.